Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkiyel için imkan fakat akil Vay yıkıl bilem pemdur İgem yorayı abi Ay ölmeydigan kim var ya Assalamu alaikum, hörmetli televizor köykçiler. Bugünkü Hayat Şahitler programımızga hoş geldinglar. Bugünkü programımızda Kazakistan'ın Almaty şäherinde yaşap turup atkan Abdurrahim Muhammed efendimnin hayatını sizlerge tanıştırıp ötümüz. Diqqatinglar ekranda bolsun. Etim Abdurrahim, dadamın eti İbrahim, burunqu familimiz Rahimov'di. Keyinki vaqtda vatandan bu yoqqa chiqqandan keyinki familimiz Muhammed bo'lib qoldi. Men o'zim shu Sharqiy Turkistonning Ili viloyati qarashliq Mangulkira degan nahiyada shu davrdagi hunarmand oilasida tug'ilgan ekanman. Birinchi, ikkinchi klassni shu yerda o'qigandan keyin ma'lum sabablar bilan Ili tavasi qarashliq Tekas, ya'ni Qizilko'ra nahiyasiga ko'chib kelamiz. Kelib u yerda dadam hunarmand odam bo'lganligi uchun men 7-klassni tugatgandan keyin shu vaqtlarda yoshlarning ko'pini Urumchiga, shundan degan ishki ulkularga o'quvchilarni olib deydigan bir dag'dug'uliq ahvollar bo'lgan vaqtda dadam endi yolg'iz o'g'il, men bolamni o'qitaman degan o'y bilan shu sabti meni ep qilib meni bolam muallim bo'lsin degan o'y bilan men 7-klassni tugatgandan keyin shu Tekas Qizilko'ra nahiyasida qolib qoldim. Qolib kelib shu vaqtda ittifoq deb yangidan qurilgan jamiyat bo'lgan. Shu ittifoq jamiyatiga kirdim. Endi ittifoq jamiyatining bir yaxshiligi u yerda kitobxona bor edi, cho'ng kitobxona. Lekin u yerda kinoxona. Mana ashlarni kichigimdan shu kitobxonalardagi kitoblarni o'qishlarni, kinolarni ko'rishdan qandaqdir meni yana kichkina bir o'qishga intilish, qiziqish paydo bo'ldi. Shunda dadam mendan sen muallim bo'lgan bolam degan o'ylan men u yerda muallim bo'ldim. Shu bir yil muallim bo'lgandan keyin dadam endi shu vaqtlarda bu endi 55, 56, 54, 55 yildi. Shu 54-55 yilning oldida Sovet qichib ketish kerak, Sovet grajdan bo'lish kerak degan shunda bir dag'dug'lar bo'lgan. Şuan dadam endi ilg'arroq odam bo'lg'achqa, uning og'in do'stlarining ko'pchiligi ziyoli odamlar bo'lg'achqa, shu Sovetga nisbatan bo'lgan qiziqish, bir havas bu odamda paydo bo'lib qoldi. O'zimning mana keyingi farazim bo'yicha shundan bir g'uljiga tushishimiz kerak. G'uljiga tushsak chaqdan, demak Sovetga chiqib men bolalarimni, qarindoshlarimni o'qitaman degan o'y bilan dadamlar bir yil burun g'uljiga ko'chib ketdi, bir yildan keyin men tushiman. Tushgandan keyin yani shu vaqtalik Sovetga ketish grajdanlik nesini olmay qoldi. Ondan keyin men endi bir yil muallim bo'lib ishlagandan keyin G'uljidagi yoshlar komitetiga ishga o'rinlashdim. Shu vaqtlarda shu Urumchiga, Pekinga, Shanxayga, Sovet hukumatiga, uning ichida Toshkentga, Olmaotaga, Moskvaga o'qishga mangadigan harakatlar mangan vaqtlar. Vaqtda G'uljidagi shu Darul Muallim deymiz. Mana shu yoshlarning qiziqlar menga vaqtida. Mening shunday bosam degan bir o'yin bo'lib qoldi. Shunda dadam shu o'yinni o'ylab, anda bo'lsa men seni bir yaxshi odamlar bilan tanishtiray deb, shu vaqtda shu G'ulji shaharlik ma'rif bo'limining odamlari shu vaqtlarda G'ulja Ili viloyatining oblast boshlig'i Abdurmaysa bo'lgan. Shu Abdurmaysalar bizga Shirani tuqqan keldi, damni yaqin Ag'inchga. Shu maqsadni aytgandan keyin anda bo'lsa to'xta Urumchida yangidan pedagog institut ochildi. Senin balan bir yıl muallim bo'libdi, mayli ishlabdi.
Eşek evet eli diyen oyğanıkın dadam bu nasıl hoş akıdı. Şuna örümceğim bile evet dedim. Örümceğlik okuş niyet diyen oylamadı ya. Şu örümcek bağın diyen pedi institutuna yeni de işlenen vaxtları. Bu 55, 56 yılları. Yani bir bağın diyen Mağrıp Nazar'da uçtuk. Mağrıp Nazar'da düşken diyen benim dokumentlerimi görüp benim andi Şinjan pedi institutuna muallim oluş şartım taşımaydı diyen. Şundan bir yıl işlerde Mağrıp Nazar'dan Mağrıp bölümüne işe orlaştım. Şu işe orlaşkada şu Mağrıp Nazar'dan okuyucularını şu Sovet hükümetiga, Pekinge işe orlağı ayvettiğim bizden bölümde olup kaldı. Çünkü ben özümün talebini koydum. Ben Sovet'e ülkeye ben baray dedim ya kana olsam ben Şinjan Enstitüsü okuğun. Nep beni yollanma bilen Şinjan Enstitüsü'ne okuş ayvettidim. Bu 57-58 yılda. Bu 57-58 yılda Şinjan şaraitida nait ağır bir ahvallarının başlangan. Yani içilip sayraş hareketlerinin manga vaxtları. Şu vaxtda bu içilip sayraş aldı da ülke derecilik, anındaki şehir derecilik, anındaki istinetlerin ırsız bu vaxtka vaxtlar bu. Şu an 57 yıl ben şuna okuştum. Bunu şu vaxtlarda şu Abdurrahman Ziya Semedi, İbrahim Turdi, maşın kuşaş adamlarını tutup, bana şu oğun çidep, halkı namaz kılatan şunda bir ağır bir devirlerdi. Şu içilip sayraş işleri, şu ülkülük derecelerden ki, anındaki şehir kadırları, anındaki yukarı derecelik, instituttaki sınıflarına otursun bana. Şu küreşler bizi kim kep kaldı? Ben şu Mağrıp Nazar'da işlevat kalklarda şu Mağrıp Nazar'dan nazırı Ziya Semedi'ydi. Ben bu institut'a gelip birinci kurs okuat kalklarda bizden de hizmetin kelgen istinetler boğalığımız için ben klaskim bulup kaldım. Yani klaskim boğan için demek bu hareketlerde hedef, aktif de şu institut'un her bir fakültelerden aktif ballarına ekilip ayrım uladı, ügünüş mangızıdı. Şu ülgün işini bizge verip biz ekilip kalan ısıntılarla iş yapmamız. Şunun için aktif olanı çakırgan, grupımı çakırmadan olup kaldı. Keyin okusam, beni Mağrıp Nazar'da işleyen iken, Mağrıp Nazar'da da Ziya Semedi olgan, şu Ziya Semedi'nin hareketlerde başbanın meselesi var. Hep beni yadır grubu çakırmadan olup kaldı. Şu aralardan şimdi enstitüde muallim Rişad Sabi Tursun deydiğen matematik muallim bolgan. Ben Mağrıp Nazar'da işleyip kalı, onlardan biz yakın tanıştık. Andın hazır ben Taşkent'teki Aziz Ayıpov deydiğen bizi kişilerin içinden tukan bulgan, ola andi ben okuşkendikin ola bizi muallim bolup kaldı. Şimdi bu hareketini kökendikin bana şu an mesleğet verdi. Abdurrahim, senin akanda kişi var. Sen alaydan adamlar gelip sen mesleğini tapşırdaydı o. Sen başına dikkat kıl dedi. Diyen derler şu şehirlik partikomunun adamlar gelip beni çağırıp gelip sen Mağrıp Nazar'da Rıza Ziya Semedi'yle bir işini gelsen onların işini bilemse de beni koçlayıp hele bir kısa aldı. Bırak biz şimdi yaş ballar bizi ular sırlarını beğenmeydi. Hemen o işi muhmayma edip ben çıkıp şu aldım. Şunlar hani şu vakitlerde yani bir koşumcu bir kızık nerede et koşulur gibi vardı o. Hemen üzerime küçüğümde sportka kızıkattım. Şinjan Enstitüsü'nde sport fakültesi var. Ben de küçüğümden tatmaş tekkeste, golcularda, yaşlarının voleybol komandalığında oynatmadak jügerligim için Şinjan komandasının bolgan. Şu vakti Pekin'e nimedin motosikletin zborni, tallanma yaşlarına çakırdı. Şu çakırga olardı, aşağı bağdık, bağa vaxtida birinci çöpteki ben egzamda ötüp kettim. Birincinin selamet meselesi, ikinci sportun meselesi, üçüncü yukarı derece enstitüde okuyan andan keyin velosipedin 8 kuruk. 8'ini 3 ekstra iken. Şu üçüncüsünü ötüp kettim. Şunlar beni aç Pekin'e şu motosikl musabakasıga apırdan bolup kaldı. Keyin bayqı hareketlerden keyin men onun katnaştım edi. Şunu bu meselenin ufkandan keyin mening haliki muallimler Abdurrahim seni başında Sovet ketdi deb ata-anadan xat kelibdi dedi. Demişim şu adam
Yani Sovet ketimizde bayık ben yukarıda kettim. Şu kızıkış payda olup meselesi halip kaptı. Şuna beni çakırdı. Maşak Sovet ketimiz sen yenip gelgin dep. Yani o vakitlerde bizden vatanga nispeten bo'lgan, o'qishga nispeten bo'lgan bir qiziqish, g'ururimiz paydo bo'lganligi uchun men bormayman deb dadamga xat yozdim. Dadam yana avatdi. 2-3 qatim xat kelganda, "Anaqa sen yolg'izqa men opangdan ajrashib ketaman" dedi. Endi o vaqtlarda biz yosh otamdan ajrashib endi bu yetim esirdim tatımızmı degan oy oldu bir. İkinci o vaqtlarda Sovet hükümetiga chiqsa, Sovet hükümetiga chiqib o'qish kerak. Arzu armanlarımız eşit hal oldu degan bir bunda qalliq unarsimi kirdi. Sen qaytib huzurga kelib, shundan keyin bu yoqqa chiqdik. Bu как şu iyun avgust ayları. İyun avgust ayları chiqdik, chiqibla Uygurayın çoğuncuğurlaştık. Bir yerim aydan keyin maşkakırız. Hazırmış biz turbatkan. Şu vaxtlarda endi Kalilinde edilen kalkozga meşeke bu orulaştık. Şu vaxtlarda şu Almatı'daki Abay namıdaki pedagog institutuga Uygur fakültesi içilip şunun ısıtlı ivatqa vaxtlarki. Endi bir yerde tonuş bir işte aşağıya tushimiz degan dokumentlarni topshirib atgan ekan. Ular voy men chiqib meni ko'rishgan ekan. Meni endi tarjimonimni ular o'qitdi. Men endi bir yil muallim bo'ldim, bir yil Yaşar Kamit ishladim, bir yil Shina institutida o'qidim. Voy sen bunda yaxshi nimalar dokumentlar bilan sen o'qitishmamsan deb menga maslahat berdi. Shu bergan maslahatlar bilan Almatidagi Abay nomidagi pedagog institutining Uyghur Dil Edebiyat Tarix Fakültesi var ki, şunun okuşa düştüm. Şu oyunmu yok. Lekin bir yerde kongres diyen birimiz varken, kongresinde 2-3 amasa ötüp gidirken. Aşağı kıpla oylamaya yediler. Şu vatandan çıkıp bir ayga yetmegen, bir yarım ayga yetmegen ahvalda şu Abay'dan bir institut düşüp kaldım. Bu bana hayatımdaki acayip bir çok bir özgürlük oldu. Atanam nahayet katı hoş olup gitti. Bizden üyetten çıkmay, yani şu vaxtlarda öy yok. Her öyünü kuartırda. Aşağı oturup 5 yılın enistini tükettik. Şu tüketi jarayonda bana iyi kelgan narsa. Ben 2. kursu okup kalktı dadam mezgilsiz qaytışıp gitti. Dadam şu vaxtlarda 44 yaşlarda. Ben endi 20-21 yaş vaxtlarım. Demek ki aile uşaq olğanda bunu bir etib, ben mektepten ketay dedim. Onun bir de ata-anam, apam, şu apam aytdı, oturup 5 yıl enistini tükettik. Şu 5 yıl enistini tüketiş jarayonlarida, şu Almaty'nın etraflarında, şu Sultanqo'rg'onda, Duruzbida, şu Kalilinde yeniden bir mektepte işleyen vaqtlar ki. Yeniden vatandan çıkıp 55. yıl çıkandan keyin çıkanlar çıkıp biz rus tili bilmeymiz, Kazakça bilmeymiz degandan keyin işte ular Uygurcha maktabni ochgan ekan. Şu vaqtda o'qisak, mana mashada 4-sinfdan keyinlar Kazakchaga aylanib ketdi ekan. Uygurcha bo'lmaydi ekan. Shundan keyin men endi shu vaqtda Hakim Mashurov deydigan, andigan Buxan Alaxnova deydigan bizga ustozlar bor edi. Hem orada qallardı, şu andi bizden tuğan Kalilinken bana meşerge meni jürüp bir mektepni çoğun klasdan içinla dedim. Hemen biz 27 özümüz kirip atalık 70 yanlara oturup çünkü 5. 6. klas meşerge açtık. Şununla bir orta mektep şekillenip kaldı. Hazır Almatı etrafındaki birden bir çoğun mektep Kalilindeki Orusça, Uygurca, Kazakça orta mektep şekillendi. Bana şeyde pensiya çıkışça meşede işildim. Pensiya çıkandan keyin şu pensiya çıkış bo'lgan jarayonlarda albatta Uygurlarning tarihi, edebiyatı suyunib o'tirib xalqimizning tarixini ixtiyorsiz bolalarga ders berishga turish keldi. Endi bolalarga aç kitapdagi darsni berishlar emas, ularni atrofliroq bilimga ega bo'lish. Endi o vaqtlarda endi Kazakistan'ın müstakilliği, Kırgızistan'ın müstakilliği demek bizi bir kişiden kızıkış payda kıldı. Baştan sebepten balaga yetişik duruş geldi. Şundan biz endi
o'quvchilarga o'qishlar bilan amaliy ishlarni ko'chish bilan ko'plagan uchishlar o'tkazdik. Mesela biz Almatıda birinchi qatim Murat Hamrayev yangidan 27 yaşında pen doktoru bo'lgan. Bu Orta Aziyada ijtimoiy fanlar bo'yicha Orta Aziyada 27 yoshlik doktor bo'lmagan ekan. Demak shu bolalar bilan uchish o'tkazdik. Keyin Jamoliddin Mustaqim, Xizmat Abdullin, Zal Samadi, Abdullahi Uruzi, shundan keyin Yusuf İlyas Qo'shash. Abdullahi nima Uruzi. Abdullahi Uruzi deb qo'yamiz, shoir endi. Ondan keyin Yusuf İlyas, davlat hozir vatanda mana yuqori baholayotgan. Shu odamlar uchish o'tkazdik. Shu uchish o'tkazish orqali bolalarning bayqi edebiyat, san'atga, vatanga bo'lgan vatanparvarligini oshirish, ularni qiziqtirish o'ylab bo'ldi. Shular ishlarni o'tkazib, endi shundan endi pensiyaga chiqdik. Hozir endi dam yeyapmiz. Dam olgan bilan men Mashhaddan men endi 63-yildan boshlab Mashhadda muallim bo'lib ishladim. Shuning uchun keyinroq endi jo'tkani unumasdan Mashhadga Uyg'ur Madaniyat markazi bar edi. Shu Uyg'ur Madaniyat markazini boshqaruqlab qo'ydi. Hozir endi shu ishni yuryapmiz. Pensiyaga chiqsakmi emas. Endi yurtimiz uchun, xalqimiz uchun ish qilib loyig'ida xizmat olib qilishga duch keldi. Shu ko'p yashayapmiz. Endi uningdan sirt endi her adamda o'zi uchun bir arzu armon bo'ldi ekan. Shu arzu armonlarning birisi bo'libmi men SSRning parchalanishi biz Uyg'urlarga qattiq ta'sir qildi. O'ylamagan yerdan qon to'kmay, o'q atmay Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, O'rta Osiyodagi devletlerinin müstakil bo'lishi biz Uyg'urlarga kichkina qandaqdir bir umid, yakimiz o'y sep qo'ygandek bo'ldi. Mana shunday ishlarni 1990-91 birinchi qatim shu harakatlardan keyin burunmi ish qilib Uyg'urlarninki taqdir haqida Yusufbek Muxlisov, Hashir Vaydi o'xshash odamlar ama şu Uyg'urlarning mustaqilligini to'g'riliq, demak tegishlik Moskvaga u yerlarga yetganligini biz bilardik. Mana harakatdan keyin dunyoda birinchi qatim Turkiyada xalqaro Uyg'urlarning cho'ng bosh qo'shish qurultoyi bo'ldi. Shu qurultoydan keyin endi harakatlar boshqacha yo'nalishda mangdi. Bu ishlarda shu endi köyünüp gidek iş ipmangallar Yusufbek Malum Haşkı Vahidi oldu. Şimdi bazı vakitte aşıla özara birbirisini degende kollap kuvvetlemesi filan Zelsemedi başçılığındaki yeni bir teşkilat kuruldu. Şu işle keyinerek kandaktı kiçkinen karım karşılıkka iyi olup bir halkımızın aldığı koygan Uyghur Azadlık Teşkilatı dediğin teşkilat. Endi bunun endi o vaqtda siyasi teşkilat. Onu hükümet kollamaydı. Bırak halk bunu qattiq qo'llab quvvatlab. Endi bu hareket keyingi vaqtda xalqaro Uyg'ur qurultoyi bo'ldi. Bu ishlar xalqaro sharoitga chet ellarga chiqib ketgan Uyg'urlarning ko'z qarashlari bu teşkilatlarının namlarını o'zgartirishga duch keldi. Bu nam to'g'riliqma jiq talash tartishlar bo'ldi. Mesela Türkiye'den kelganlar, Avrupa'dan kelganlar, Amerika'dan kelganlar, hamma shu O'rta Osiyo havas kelganlar, Uyg'uriston bo'lish kerak, Sharq Turkiston bo'lish kerak degan talashlar bo'ldi. Mush talash tartishlar ash minbarlarda aytildi, gizildi. En ahırda siz bir gap deb ketdiniz. Her qanday bala tug'ilibla onun eti bo'lmaydi. Aldıda o tug'ildi, ondan keyin berib at qo'ydi deydigan. Shuning o'xshash shu talash tartishlarning hadigi ota Sharq Turkiston bu atga durust kelmaydi. Uyg'uriston bo'lish kerak, Qozog'iston, O'zbekiston o'xshash degan gaplar bo'ldi. En ahırda bu talash tartishlar hozir endi xalqaro
Uyghur Kurultayı'nın hem Uyghuristan, Skopka'nın içine Şarkı Türkistan ilişkilen birlikte hareketler hem de ketivatı. Bu hareketlerge ben de biz çamımızga geçe katlaşıp, layıklı fikirimizi berip, Allah kuvvetlep. Adı mesela çeteye çıkkandan keyin vatanga mesela davamlılık berip tudingizmi? Nima o'zgarishlar bo'libdi? Ben endi bu yerda muallim bo'lib ishlayotganligim uchun u yoqqa berishga ruxsat qilmaydigan shuna bir shartlarni anglab, pensiyaga chiqqandan keyin berishga to'g'ri keldi. Bu yana 1990-yili. 90-yili, 92-yili bordim. Ondan keyin men u yoqqa ko'p boramadim. Biroq mana shu berish jarayonlarida men nihoyatda bir hayajon qilgan narsa, demak u yerdagi endi bo'libmi bundaq yomon az kechiyatni Urumchida his qildim. Chunki Urumchida butunlayla 100%dagidek Xitoyni ko'rasiz. Nihoyat oz sonda Uyg'urlarni ko'rasiz. Agar siz o'zingiz tenab qilib ya tegish bir yerga borman desangiz, shu yerni kimdan so'rab qanday ketdingizni bilmay qolasiz. Mana shu ahvol odamga qattiq ta'sir qildi. Ikkinchidan butunlay qatnash, butunlay ish o'rni hamma yerlar demak shu Xitoylar o'rlashgan. Bu 90-yildagi gap. Shu vaqtlarda demak adam hayron qoldigan bir hesabga yo'g'an. Endi u yoqqa biz qo'shadi kirib chiqqanlarmi bor. Ba'zi kirib chiqqanlarni maqtab chiqqanlar bo'ldi. Ba'zida o'rinsizlar yomon deb chiqqanlar bo'ldi. Lekin asosan mana bu vaqtida Xitoylarning yildan yilga ko'plab o'rilishi endi odamga qattiq ta'sir qildi ekan. Ondan keyin men ko'p boramadim. Lekin kadrlarning bo'libmi, kadrlarning turmushlarining yaxshiligi bu menda hukumatning bir sayisi bo'lsa deb o'ylaymiz. Shu vaqtlarda mening faraz qilishim yez qishloqlardagi kolxozlardagi odamlar hech qanday shu o'zi ishlab topgan puldan boshqa turmush kechirish yo'q. Endi xizmat bobidagi odamlarning hammasi pensiyaga chiqsa, qancha pensiya qancha zarbat olgan bo'lsa, aqsh olgan bo'lsa, shunga pensiyaga chiqar ekan. Shuning uchun ularning hammasi hukumatga nisbatan bo'lgan ishlashdagi talabni qo'ya olmaydi ekan. Chunki iqtisodiyotdan endi ularning og'zini bekitib qo'ydi degan o'xshash. Ular hukumatga qarshi fikr qila olmaydi. Xalqning arzu zarini yetkazolmaydi. Demak, shu siyosatma Xitoyning o'ylab topgan ishi deb bo'lgan ish bo'ldik. Yani qancha yil chiqib kirgiz o'g'irlikni necha yil kirib boqib o'rgangan? Ben şu 2 yılda kirdim, ondan keyin kirmedim. Kiramganimning sebebi endi bu yerda sharoit masalasi. Endi bu yerda yaxshi yashaymiz deymiz. Bu yerda yaxshi yashaydigan faqat keyingi vaqtdagi savdo sohasida ko'proq ishlagan, shu sohada yo'l topgan odamlarning sharoitlari yaxshi. Endi başlangandan keyin endi yurishirdigani yo'q. Ziyolilarning ko'pchiligi demak endi degandek narsada emas. Mana bir eg'ir kelgan narsa endi etini etmay, etni esamli qoldi. Shunda bir yaxshi tarjimon o'zim shu Qozog'iston Palla akademiyasida ishlaydigan bir akimiz bo'lgan. Vaqtlarda mana mikrofonda bizning uy vodi, apamlar shu yerda turadi. O adam şu mikrofonda turgan. Mikrofonda o'sha bir bozor bo'lgan. Shu mikrofondagi bozorda haliqi akim, "Assalomu alaykum" deb qarsam, men chiroqdan ko'rib qoldim. Qarsam bo'diq tutdi. Endi u vaqtlarda haraq haliqi o'chir mag'ilab tepilmaydigan vaqtlar. Shoda bo'diqda haraq setibdi. Shu akademiyatdan shu odamlar. Endi nima deysiniz, o sud qilishni bilmaydi. Endi xizmatdagi odamlarning ko'pi ish tashlab bozorga chiqib ketganlarni ko'rdik. Bu menda aytish bo'lmaydigan narsa, biroq shu vaqtga eg'ir ziyolilarning turmushdagi ahvollarining eg'irligi. Endi bizning ba'zi bir ziyolilarimiz o'zi o'qigan bilimlik bo'lg'achqa yo'l tepib ketganlar bo'ldi. Tam şu güngacha o'zining shu ishini qoldirmasdan ishlayotganlar bo'ldi. Shu sabablar bilan endi bu yoqqa kiramadik. Endi
Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi Hayat Şahitler programmamiz mushada yaqlaşdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimizni ko'rishaylik.